Bilasizmi? Aynan mana shu xatolik tufayli O'zbekistondagi juda ko'p tibbiyot xodimlari gepatit, spid kabi infeksiyalarni yuqtirishadi. Bundan xabaringiz bormidi? Bunga sabab nimaligini bilasizmi? Mana bu shpritsni, ignani ishlatgandan keyin uning qalpachog'ini yopish umuman mumkin emas. Uni ishlatgandan keyin srazu tashlash kerak utilizatsiyaga. Bo'ldi, yopmaymiz. Yoki agar yopmoqchi bo'lsa, OSHA organizatsiyasining protokoli bo'yicha yopamiz. U qanday amalga oshiriladi, qani ko'ramiz. Agar yopmoqchi bo'lsangiz, faqatgina bir qo'l bilan yopish kerak, ikkinchi qo'lni ishlatmaslik kerak. Bunda qalpachoq qandaydir stol yoki buyumning ustiga qo'yiladi-da, ikkinchi qo'l bilan igna yopiladi. Agar bu narsani bilmaydigan bo'lsangiz, medsestra yoki tibbiyotda ishlaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.